Assalomu alaykum talabalar. Bo'lmasa bugungi darsimizni boshlaymiz. Qog'ozdan qo'shilaveradi. Hop, bugun sizlar bilan o'tgan darsda ma'ruzasini o'tgan Zero R, One R, Naive Bayes algoritmlarini shu amaliy darsini o'tamiz. Shularga doir misollar ishlaymiz. Birinchi bo'lib shu oxirdagi namimizni bir takrorlashdan boshlasak, Naive Bayes algoritmini o'zi bir qator takrorlab beramiz. Keyin misollar o'tamiz. Xo'p, zero R demak, faqat klasslarga qarab turib qaror qabul qilishadi. Faqat klassni e'tiborga olar edik. Zero R'da. Bu shunday algoritm edi. Zero R'dan keyin one R'ni o'rgandik. One R bu bir dona attributni inobatga oladi. Ya'ni necha attribut bo'lsa, 5 attribut bo'lsa, 5 attributni ham xatoligini hisoblab turib one level decision tree ya'ni birinchi darajali daraxtni chizib turib shu bo'yicha eng kam xatolikka yo'l qo'ygan attributni tanlab olib shu bo'yicha qaror qabul qilar edi. Hop, endi oxirgisi naive Bayes'ni o'zindagi misol bilan ham birga ko'ramiz boshdan tushuntiraman. Keyin yangi misol bilan uchisini ham ishlab chiqamiz. Uch misolni ham e, yangi dataset bilan ishlaymiz. Demak, bu yerda bizada 4 tane attribut bor. Birinchisi outlook, ikkinchisi temperatura, uchinchisi humidity, to'rtinchisi windy. 4 tane attributimiz bor. Oxirgisi class. Oxirgi ustunimiz class. Endi naive Bayes algoritmida birinchi bo'lib biza inashi frequency table'ni qurib olamiz. Frequency table'ni qurib olamiz, keyin shu frequency table orqali probability table'ni quramiz yana tendagi. Va shu ikki tabitsani qurganimizdan keyin misol liboy berilgan misolni yechishimiz mumkin bo'ladi. Demak, buni nishatib quramiz. Bu yerda ko'rib turganlaringizni 4 tane attributni ham yozamiz yana. Outlook, temperatura, windy, humidity, windy va play. Bu class. Endi necha klassimiz bor bizning yana? Faqat yes bilan no ikkita klassimiz bor. Yes, no. Har bir attributni qiymatlarini yozib chiqamiz. Yana Outlook'da 3 dona qiymat bor. Sunny, Overcast, Rainy yana aralashib kelgan. Shu 3 qiymati bor. Tushundingizlar? Ina yozdik. Sunny, Overcast, Rainy. Endi 2 dona klass bor. Yes bilan no. Endi ina shu jadvalni to'ldirib chiqishimiz kerak. Bu da ya'ni necha dona sunny yes bo'lgan, necha dona sunny no bo'lgan. Shuni soni bu. Demak, galamizdan saniymiz. Necha dona sunny yes. Yes emas, yes emas. Sunny yes emas, sunny yes bir dona. Sunny yes ikki dona. Demak, sunny yes ikki dona ekan. Ina. Tushunarli? Endi sunny no'ni sanaymiz. 1, 2, 3, boyes, bamyes, bamyes. Demak, 3 dona no ekan. Ina 3. Sunny yes 2, sunny no 3 ekan. Endi xuddi shunday o'rkasini ham sanaymiz. Necha dona yes, necha dona no o'rkasida. Aytinglar qani? To'rttayız. Assalomu Va alaykum assalom. alaykum. To'rttayiz. No'dan yo'q. Demak, 4'ten 0. Renina.
Reynincha, Rani. Dana yes, 2 dana no. Demek 3 tane yes, 2 tane no. Şimdi temperatura ötemiz. Temperatura hot. Necha. 2 yes, 2 dana no. Hot'tan. Doğru 2'ye 2. Milk da 6 tane milk var ekan. 4 dana yes, 2 dana no var. Doğru 4'e 2 ekan. Keyingisi cool. 3 dana yes, 1 dana no bor No ekan. bak doğru. Temperatura high. 4 3 dana dana no, yes, 3 dana yes badamı var. 4'e 3 mü high? Ama Ava 3 tane yes 4 tane no ekan. Normal ne? 6 dana yes, 1 dana no bor ekan. Hop doğru 6'ga 1. Endi Windy Falls. 6 dana yes bor, Hı hı. 3 bir dana dana no 2 dana bor. no badamı var, 1 dana Falls'ta 6'ga 2 mi? Doğru 6 tane yes 2 tane no ekan. True'da 3 yes, 3 no. 3'e 3. Doğru yine True'da 3'e 3. Endi klasımız 9 tane yes 5 tane no yine. Görüntü turtdan 5 tane no 9 tane yes. Klasımız 9'a 5. Düşünerli mi bu nişep çıkkanı? Az taza misalda polni özleriniz işleyiş lazım. Taza berladım misalını. Endi bu frequency table'ni datasetdan qarab yazıp çıktık. Endi pastindagi ehtimollik tablitsasi. Mında necha dana yes bo'lsa, shu yeslara bo'lamiz, no'ni no'lara bo'lib chiqamiz. Faqat bo'lib chiqamiz mında. Necha dana yes bor ishida? 9 dana. 9'a bölemiz her birine bo'lmasa. Demek 2 taksim 9, 4 taksim 9, 3 taksim 9. Düşünerler. 3'sünü hem 9'a böldük. Bu yığındısı 5 mi? 3'sünü hem 5'e bölemiz. Ama Hem 9, hemmesini 9'a, bu 5, hemmesini 5'e bölemiz. Bu 9, hemmesini 9'a, birini 5'e. Bir hem xuddi şunun 9'a, 5'e. Bir de ikisini yığındısınca 14 mi? 14. 14 9'dan dana. 14'e, 5'ten 14'e bölemiz. Şimdi birinci misal geldi. Sunny, hot, high, false. İşi misalını işleşimiz gerek. Klasını tapışımız gerek. Klası naumunu. Yes mi no mu? Şimdi bize de ya yes çıkışı mümkün ihtimali var ya no çıkışı ihtimali var. Doğru mu? İkisine mi ihtimalını tapamız? Düşüntüremem. Birinci yes çıkışı ihtimali. İşini hemmesini yesini alıp çıkamız. Sunny yes neçe? Özleriniz aytыңlar. İhtimallıkta alamız kurup peste cedvelden. Sunny 2 yes. dana. İhtimallık cedvelinden pesteyinden. 2 taksim 9. 9. Köpeytiru.
Hot yes. 2 taqsim 9 2 bor. taqsim 9 Aha. var. High yes. 3 taqsim Taqsim 9. 9. False yes. False 6 yes. taqsim False. 9. Şimdi keyingisi 6 class taqsim yes. 9. Yes'ni klası Oldu kim? Oldu kim? 9 taqsim 14. Aşı sonrasındaki üzümü 9 taksim 14. Şimdi hemmesini köpeytirip çıksak 0,007 boptu. Doğru kalkulatorda köpeytirersizler hem boladı mana bölüp. Endi no'si xuddi shularni no'sini olib chiqamiz. Sunny no. 3 taqsim 5 to'g'rimi? Hot no 2 taqsim 5. High no 4 taqsim 5. False no 2 taqsim 5. Class no 5 taqsim 14. Bu 0,027 chiqdi. Endi bularni foizga o'tish uchun ikkisini yig'indisini arkasini bo'lamiz. 0,007 ni ikkisini qo'shamizdan shunga bo'lamiz. Yesni foiz chiqadi. Yine 20,5% ekan. Keyin no'ni ikkisini yig'indisini bo'lsak, no'ni foiz chiqadi 79,5 ekan. Demak, buni javobi no ekan. Kim tushunmadi? Tushunarli bo'ldimi? Hozircha. Assalomu alaykum domla. Va alaykum Shu assalom. ikkinchi xatoni tushuntirib beringlar pesindagini. Bunimi normallashtirish. Xo'p, bu yerda Yine 0,07, 0,27 çıktı. Bunu endi faiz görünüşüne ötüşümüz gerek. Faize ötüş için normallaştıramiz. Demek, bunu birinci ikkisini yig'indisine bölemiz yine. Keyin ikisini yig'indisine bölemiz. İkisi ham foizda chiqadi. Endi keyingi misol overcast, hot, high, false. Buni ishlaydigan bo'lsak, Y'sinde 4 Taksim 9, 2 Taksim 9, 3 Taksim 9, 6 Taksim 9, 14, 0,014. No'sunda overcast navada nöli, no'si 0 Taksim 5 demek. Overcast'ın no'si 0 Taksim 5 hamma narsani nölatib beradi. Endi sizlarga savol. Inashi narsan jala to'g'ri. Va normallashtirganimizda aniqlik ham 100% 0% chiqadi majbur. Bu jala to'g'ri mantiqa. Navda bo'lislar. Bir dana 0 hamma narsani nölatib berdi. Qaranglar bedayna shuncha narsa bor edi. 2 taqsim 5, 4 taq shuncha ehtimollik bor. Bir dana 0 hammasini nölatib berdi. Ina ishi xatolikni eldan olish uchun Laplace correction degan narsa kirizilgan. Laplace estimate ya'ni Laplace shu muammoni eldan olish uchun yana sanadik-ku datasetdan 3/3 deb aytdizlar. Shuni har birsine bir danani qo'shib hisoblash taklif etilgan. Yine endi datasetimizni tablisamizni baştan yazıp çıkamiz. Bu 2'ye 3 mədi? 3'e 4. İşini her birisine birini koşup çıkamiz. Her birisine. Her bir sanağanımıza. Endi məslere başta arkını tushuntirganimiz sebebi bunu tushuntirish uchun edi. Endi bu nasllara nomisol berilsa avtomatik birini qo'shib soniy beringlar. Endi yana overcast 4 tane ölmedi. Herkesine birini koysak 5'e 1. Yine endi iş tabletsamızda 0 deyen narsa kamadı. 0 deyen narsa yok. Endi yankini muamma gap çıkmaydı. Bunu
Bir koşu berishni sababi shuncha ko'paytirib turibmiz-ku, yuqori ham past ham bir qo'shgan bilan hech narsa o'zgarib ketmaydi, uning katta farq etmaydi. Katta sonlarda. Shuning uchun bir qo'shib berdik yuqori ham past ham. Endi bular hammasini bir qo'shib chiqqanimizdan keyin ehtimolligimiz boshqacha bo'ladi yana. Endi buni qo'shsak 3, 5, 8, 4 ni qo'shsak 12. 3sini ham 12 ga bo'lamiz endi yana. Bularni yana 5, 8, 3sini ham 8 ga bo'lamiz. Bu yerda ham xuddi shunday 12, 8, bu yerda endi 11. İkisini qo'shsak 11 ga bo'lamiz. Bu yerda ikkisini qo'shsak 7, 7 ga bo'lamiz. Bu yerda ham xuddi shunday 11, 7. Bu yerda endi klassimiz 9 ga 5 madi, endi 16 bo'lib 16 bo'ldi. İkisini ham endi 16 ga bo'lamiz. Shu o'rnacha kim tushunmadi? Savollar bormi? Kimda nav savol bor? Kimda nav savol bor? Savol yo'qmi? Bo'lmasa yangi misolni endi bu datasetda ishlanglar endi hozir. Ishi misolni ishlanglar. Qanday ishab ishlaymiz mana? Kim aytadi? Kim aytadi ishab ishlaymiz? Yaqinning birinchi yeslarni ehtimolini hisoblab chiqamiz, yeslarni ko'paytirib chiqamiz, keyin nollarni ko'paytirib chiqamiz. Aytinglar endi. Kim aytadi? Ko'paytirish novdan boshlaymiz. 2 deb yozamizmi? He? Tamam. Ayting, birinchi overkasni yesini qaraymiz, to'g'rimi? Yes Veda- uchun ishlab chiqamiz. O- Ovozi uzilib turibdi. 5. He? Ovozingiz uzilib turibdi. Birinchi yes uchun hisoblaymiz. Aytinglar. Kim aytadi? Demak, birinchi ishi har birsini y'sini olib ko'paytirib chiqishimiz kerak. 5 taqsim 12ni 3 To'g'ri. taqsim 12 Birinchisi ga ko'paytiramizmi, domla? 5 taqsim 12 to'g'ri, ko'paytiramiz. Xod, y'si 3 taqsim 12 3 to'g'ri. taqsim 12 Aha, ko'paytiruv 4 taqsim ikkinchisi 4 taqsim to'g'ri. 11. 4 To'g'ri, taqsim 11 ko'paytiruv 7 taqsim 7 11 taqsim bo'ladi. 11 7 taqsim 11. Yana ko'paytiruv oxirida klass 10 taqsim 16 10 taqsim 16. Malades. Yes ketdi. Endi no'si. no'si No'si. 1 taqsim 8 ko'paytiramiz. 3 taqsim 8ni 3 taqsim 8 ga ko'paytiramiz. 2 taqsim 5 taqsim 7ga, keyin 3 Ha, taqsim 7ga To'g'ri. yashirdi. Keyin 6 taqsim 16 ga ko'paytiriladi. to'g'ri. Yana yesni ham to'g'ri aytdingizlar. Noni ham to'g'ri aytdingizlar. Demak, 0,015 ekan yesniki, noniki 0,05. Endi buni ehtimollikka foizga o'tsak, yig'indisini bo'lib
75'e 25% bilen cevap yes çıktı. Gördünüzler mi yana 100'e 0 çıkıp durardı bu ya. Bir dana 0 hem 0 etibar duran için özü aslında 100'e 0 emas eken. Kim düşünmedi? Tushunarli bo'ldimi? Ina bu misal. Hozir misolni bu yerni olamiz. Ina ishim misoli. Hop, ina misol. Ina bu yerdan buni ochib qo'yamiz. Ina bunda misolni ochamiz. Demak, bizada 5 tane atribut bor ina. EW, SD, temp, grade, age va oxirgisi class. Shu 5 atribut uchun shu naive Bayes modelini qurishimiz kerak. Kim quradi? Navdan boshlaymiz birinchi bo'lib. Birinchi bo'lib navdan boshlaymiz. False'larning soni modamilla false'larning soni Ava, keyin false true'larni sanaymiz. Xo'p, to'shni ishining jadvali atib, masalan, EW'dan necha dana qiymat bor? V1, V2, V3, V4. 4 dana qiymat bor ekan. Bir Word ochamizdan bo'lmasa boshlaymiz yana. Birinchi EW degan atribut. W. Mana hisoblaymiz. True bilan false bor, to'g'rimi? Endi pastda buni EW'ning necha qiymati bor? 4. W1, W2, W3, W4. Endi sizlar aytinglar. W1dan necha true bor? Bir dana. Bir dana yes, bir dana ne bu? True bu. False bilen Bir dana true. false, bir dana Arkasından bir true bir mu? damla. Bir tekshiramiz, xato etsak bo'lmaydi. Alan. Bir dana true, bir dana doğru. Bir ekan. W2'dan Bir dana true, bir dana false bor ekan. W2'dan hammi? Ava. Bir. Tekshiramiz W2'ni. Bir dana false, bir dana true. W3. Bulara bir qo'shmoqmizmi? Turinglar. 2, 2, 2, 2 avtomatik bir qo'shib ketamiz. W3
ikkita true, uchta false. Shunda 4 ta false, 3 ta true deb hisoblanadimi? Aha, 2 ga 3 ha? Ava. Ikkita true'mi? 3ta Ava false ikkita ha? true. 3 ga 4 bo'ldi. W4 Uchga to'rt. 3 ga 4 Uchta true, to'rtta false. birni qo'shdingizmi yo qo'shmadingizmi? Birini lishni qo'shib aytyapsizmi yo qo'shmasdanmi? Qo'shmasdan. 3 ga 4 bo'lsa 4 ga 5 deb yozamizmi? Sen 16 ta shunda bu. 2 2 4 9 16 to'g'ri. Xo'p, endi D attribut. Xuddi shunaqa D attributni hisoblaymiz. Y'damidi, S'da ekan. C, D. Buni 4 ta qiymati bor. Buni ham D1, D2, D3, D4. Aytinglar endi buni D'ni ekan. D1da qancha? Ikki dana false bor ekan, true yo'q ekan bunda. D1dami? 2 false. Demak, 2 false bo'lsa 1 ga 3 bo'ladi. Aha, D2da Ikkita true, bitta false bor ekan. Shunda 3 ta true, 2 ta false bo'lib turadi. hop, 3 ta true, 2 ta false. D3 3 D3'ni dana true, 3 dana false bor ekan. 3 dana true, 3 dana false mi? 4 ga 4 deb yozaymi Ava. shunda? D4 Evet. 1 2 3 4 ta bor ekan o'xshaydi. False. 3 ta true, 1 dona false bor ekan. 3 Bu true, 1 4 ta. false. 4 Shunda ga 2. Bo'ldi, bu ham bo'ldi. qo'sh Endi keyingi attributimiz temp ekan. Temp. Buni ikkita qiymati bor ekan. High bilan low. Endi highni aytinglar. Highdan nechta true, nechta false? To'rt dana true, 2 dana false bor ekan. 4 ta false, Demak, 3 ga 5 mi? 4 false, 2 true dedingizlarmi? Ava. Low'dan
Low neçe ekan? 5 tane falsi. Low'dan Aha. 4 tane true. 4 tane true mu? Aa, 6'ga 5 mi? 6'ga 5 Evet. Şunda bundan 3'e 5 bolsa 8 bolsa 6. 11. Bunlar sen ne rakmes mi? Sonu 16 çıkmadı ku bu. Hay anık 3'e 5 mi? 4'e 2 mi? Hay 4 true eken ku. Hayne kim aytdı 2'ye 4'te? 4 true 3 false emasmi hay? Şunda 5'ga 4 5'e bo'ladi. Ha 5'e 4 emasmi bu? Doğru mu? Odamlar endi to'g'ri bo'ldi. Doğru oldu. Keyinki attribute grade. Hali bunu çünkü kompüter bilan ham tekshiramiz-da hozir. Kompüterda VK dasturida mana shu algoritmni ishlatib ko'ramiz. Da tekshirib olamiz. Bizda grade'da good, bad, satis degan uchtasi bor ekan. Good, bad va satisfactoryni satis deb qo'yamiz. Xo'p, goodda nechiga nechi? Goodni aytinglar. 5 false, 1 true. 5 false, 1 true'mi? Demak, 5 false, 1 true bo'lsa, 2 ga 6. Xo'p. Badda True 4 4 ta, true, false 1 bitta. false. 5 ta 2. 5 ga 2 mi? Satisfactory, satis degani keyingisi. 3 ga 2. Shunda 4 ga 3 bo'ladi, domla. 4 ga 3. 3. Buni ham bo'ldik. Endi oxirgisi age bor ekan, a? Age'da ham 3 ta ekan. olsa şunda 4. Hozir age age'niki young, old, young, old, middle. Aytinglar endi young nechi? To'rt true, 2 false. 4 ga 2 mi? 4 true, 2 false. 5 ga 3. Oldchi. False 2 true. Bir qo'shilsa 4'te 3 oladi. Oldmi? Avadamilla. Nechanchi 3 tane false 2 true var. 3'e 2. Bir qo'shsak 3 false. 2. 3'e 2 bo'lsa, 3'e 4 bo'ladimi shunda?
3 false 2 true'mi? 4'e 3 alamadım. Keyingisi middle. Üç True, false. ikki false. 3 ga 4 domla. Bitta qo'shganda 3 ga 4. 3 ga 4. 2 ta true, 3 ta false bor. Üçte Aha. 2 ga 3 ketdi. Bo'lmasa endi oxirgisi class qoldi. Class 2 ta. Class shunda false bilan true. Qisqa buni. True. Nechta true, nechta false bor? 8 true bor. 8 ga 8, 8. 9'a Yo'q, 9'da bir yoziladi qo'shib, aslında ama. Ha? bir qo'shib. Bitta qo'shsa 9 ga 9. Aha. O'zi 8 ga 8mi? Ha, 8 Alamadım. 8. Bo'lsa 9 ga 9, ha? Demak, bo'ldi. Hammasini hisoblab chiqdik. Frequency table'ni qurib chiqdik. Endi buni probability table'ini qurishimiz kerak. Probability table uchun mana shunga bo'lib chiqamiz har birini. To'g'ri, o'zida qilib ketsam bo'ladimi? Boshidan yozib o'tirmasdan. Avadamlar. Nima deysizlar shunga? Yo kopyalab olib yozaveraymi shuni? To'xtang bo'lmasa. Hammasini probability'sini tagiga tashab ketaman. Xo'p, buniki nechiga bo'lib chiqamiz? 2, 2, 4, 7, 11. 13. 11 ku hammasi. 13 mi? 11 taqsim 13 bo'ladi aslında ama. Yo'q, har birini 11 ga bo'lib chiqamiz faqat. Jamisiga. Doğru ben ne yaparım da şu. Bularnichi 2, 2, 4, 5. Bu 13 ekan, ha? Buni 13 ga bo'lib chiqamiz. 13'e. O'tdik endi ikkinchiga. Buni nechiga bo'lamiz? 1, 3, 4, 12 ga 12 12 ga. adamlar. 12. Bunichi 11 ga. Ya. buni pastga tushiraveraylik. 10'a ikisinden 10 bölüp çıkalım. Ha? 10 ekan, ha, ikkisini. Ha, ikkita mo. Allah ikisinden 10. 11. 11'e. Birinchisini 11 mi? 11'e bölüp Ne çıkalım. 9 11 ekan keyingisi. Keyingisi 11. Bor 11 Bam ekan. 11'e. 11. Ha. Ikkalasi ham 11 ekan. Buni pastga tushiraveraylik. 11. 11 ekan. 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 11
Oxirgisi endi klass, ha? Klassni 9'a 9 olan mı bu şey? 18. Ko'rsak He, 18 ku. 18 18. Birga klass pastda qolmasin. Bo'ldi. Demak, polni modelni qurib bo'ldik. Mana shu dataset uchun biza modelni qurib, shakllantirib bo'ldik. Endi birinchi misol sizlarga mana shundan qarab, birinchi W2, D2, high, greatimiz good, age'imiz old. Mana shuni klassini topib beringlar. Birinchi misol. Mana shu misolni yechinglar endi. Buni rasmga tushirib olasizlarmi birma-bir? Rasmga tushirasizlarmi? Rasmga tushirib tashlaymi yo gruppa skrinshot qilib tashlaymi nimalarni? Yo o'zlaringiz rasmga tushirib olib ishlab bilasizlarmi? Mana shu Damla iloji bo'lsa o'zingiz ham tashlab qo'ying iltimos. Yo, men bu Wordni o'zini tashlaymanda, keyin mana shu polni o'zini. Faylni o'zini. Bo'ladi, domla o'tdi. Hozir mana bu yerda ikkita nimada yechishimiz kerak buni. Probability of birinchi qaysi klass edi? True chiqish ehtimolligini topamiz. Keyin false chiqish ehtimolligini topamiz. Qani buni qanaqa yechamiz? Kim aytadi? Qanday yechamiz buni? Bir-birine ko'paytiribmadi damla. Aha. Birinchi bo'lib yes uchun, true uchun boshladik. W2 ni true'sini qarashimiz kerak. W2 ni true'si nechi? 2 taqsim 11. 2 taqsim 11. Ina 2 2 taqsim 11 taqsim ko'paytiramiz. 2 11. taqsim 11 keyin 3 taqsim 11. Ko'paytiruv Ha. qayerdan bilamiz uni? Endi ikkinchisi nima? Bu. D2. Vam 2 taqsim 11. Qani uni emas-ku. 3 taqsim 12 3 taqsim D2. 12 ku D2 niki. Ko'paytiramiz. 3 taqsim 12. Ko'paytiramiz.
Hay endi hayni trusi. Hayni trusi nechi? 5 5 taqsim. 5 taqsim 10. taqsim 5 taqsim 10. Ko'paytiruv endi good. Goodni trusi. 2 2 taqsim. taqsim 11 mi? 11. Aha, 2 taqsim 11. Ko'paytiruv 3 oltni taqsim trusi. 3 taqsim 11 ekan, 3 mana taqsim bu. 10. Va class yes. Class true 9 taqsim 18. 18. Endi nolari. W 2 midi? 2 taqsim Taqsim 13. 13. Keyin D2. 2 2 taqsim taqsim 11. 11 2 taqsim 11. Keyin hay. 4 taqsim 4 taqsim 10 Aha. Keyingisi good. 6 taqsim 11. taqsim 1 6 taqsim 11. Keyingisi 6. old. 4 taqsim Oldniki 4 10 4 taqsim 11 taqsim 11 to'g'ri. 4 taqsim 11. Klassniki Klasniki 9 taqsim 18 8. 18. Endi bu teng. Bu teng. Ko'paytiramiz. Oldin suratlarni ko'paytirib, keyin mahrajlarni ko'paytirib bo'lsak ham bo'ladi. Bo'lmasa, yana 2 ko'paytiruv, 3 ko'paytiruv, 5 ko'paytiruv, 2 ko'paytiruv, 3 ko'paytiruv, 9 teng 1620 bo'lamiz. 11 ko'paytiruv, 12 ko'paytiruv, 10 ko'paytiruv, 11 ko'paytiruv, 11 ko'paytiruv. Shunaqami? 18. 2.874 960. 2.874 960. 2.874 960. Hem teng 1620 bo'lamiz 2.874 960. 0 butun. Juda ham kichkina Xatolik bo'ldimi odamlar? Ne uchun ketdi bo'ldi? kichkina bo'lib ketdi. 1620 bo'lamiz 2.874 960. Hop, bu juda ham kichkina son deyapti-da. -4 degan 0 butun 0 butun 0 0 0 bunaqada bu 0 butun 0 0 0 0 5 4ta 0 keyin 56 mana shunaqa. Endi buni hisoblaymiz. 2 ko'paytiruv, 2 ko'paytiruv, 4 ko'paytiruv, 6 ko'paytiruv, 4 ko'paytiruv, 9.
3456. 3456 bölemiz 13 köpaytiruv 11 köpaytiruv 10 köpaytiruv 11 köpaytiruv 11 köpaytiruv 18. Mahraj 3.114.540. 3.114.540. Endi 3456 bölemiz 3.114.540. 0,0011 teng 0,0011. Bunda 0,356. Xo'p, mana ikkalasi chiqdi. Endi buni foizga o'tamiz. True boyagi foizlarga o'tamiz. Bir-birine qo'shib Ha, keyin bo'larlar. xuddi shunaqa. Endi birinchi 0,0056 ni bo'lamiz 0,0056 plus Qo'shamiz. 0011. 0,0011 teng 0,0011 plus 0,0056 0,00 166 0,0056 bölemiz. Va ko'paytiruv 100 ham bor. O'zi 100% chiqadi. 0,0056 bölemiz 0,00 100'ye ko'paytirsak 33,7 foiz chiqadi ekan. 33,7 foiz. 100'ye ko'paytirish esdan chiqmasin oxirida. Shu ko'paytiruv 100 deb qo'yaymi yo? Mana shunaqa ko'paytiruv 100 foiz deb qo'ydim, foizga o'tishimiz. Endi bunda 0,0011 0011'ni ni bölemiz bu ikkalasini yig'indisiga teng bo'ladi. 0,0011 bölemiz 0,0066 ko'paytiruv 100 foiz teng. Bu endi agar biz ham sonni to'g'ri yechgan bo'lsak 66,2 mi 66,3 foiz chiqishi kerak. 0,0011 bölemiz 0,00 66,3 to'ppa to'shni chiqdi. 66,3 foiz.
Demak, javob nima ekan? Javob 66,13. aha, false mi, true mi? False. False. False ekan. Mana shu misolni javobi F ekan. Kim tushunmadi? Mana shu dataset uchun, mana bu dataset uchun naive Bayes modelini qurdik. Noldan boshlab modelni to'liq qurdik. Har bir attribut uchun frequency datasetdagi takrorlanish tablitsasini qurdik. Shu tablitsa bo'yicha keyin ehtimollik tablitsasini qurib oldik va hammasiga bir qo'shib hisobladik hisoblaganda. Naive Bayes'dagi boyagi nol xatoligini oldini olish uchun. Keyin mana bu yerda bitta misol berildi. Berilgan misol uchun Naive Bayes algoritmidan foydalanib buni klassini topdik. Va true class uchun ham hisobladik, false class uchun ham hisobladik. Natijani 100% lik shkalaga o'tdik. Mana javobimiz false chiqdi. 66,3% aniqlikda. Kimda qanaqa savollar bor? Buni rasmga tushirib oldingizmi? Ikkinchi misolni beraman. Ikkinchi misol. W4 D3 buniki low, keyin bad, buniki middle va buni klassini topish kerak. Mana shu misolni kim yecha oladi mana shuni? Hozir yozgan misolim. Hisob kitobini qilmaymiz. Faqat false uchun, true uchun qaysi sonlarni olishni yozib qo'yamiz. Shuni ko'rib chiqamiz faqat. Bu o'zlaringizga vazifa bo'ladi ishlash. Birinchi W4 true bo'yicha ketdik. Nechi? 4'ten taqsim 11. 4 taqsim 11 to'g'ri. Keyingisi D3. 4 taqsim 12. 4 taqsim 12 to'g'ri. Keyingisi low. 5 taqsim 10. 5 taqsim 10 to'g'ri. Keyingisi bad. 5/11. 5 taqsim 11. 5 taqsim 10. 5 taqsim 11. Keyingisi middle. 3 taqsim 11. 3 taqsim 11. Class 9 taqsim 18 to'g'ri. Endi shularni false uchun W4 false. 5 butun 13. 5 5 taqsim 13. taqsim 13. D3 4 taqsim 11. 4 taqsim 11. Keyingisi low 5 6 taqsim 10. 6 taqsim 10. To'g'rimi? Low'ni false. Keyingisi bad. 2/11. Bad'ni false 2 taqsim 11. Keyingisi middle. Middle'ni 4 false 11. 4 taqsim 11. Class'ni false Class'ni false 9 taqsim 18. 9 taqsim 18. Endi shu true uchun ham hammasini ko'paytirib, hozir xuddi mana shu yerda sodda usulni ko'rsatdim.
false uchun ham hammasini ko'paytirib, qiymatlarini chiqarib, keyin mana bu yerda soddalashtirib 100%ga o'tamiz va qaysi klass foizi katta bo'lsa, javob shu bo'ladi. Hammaga tushunarli bo'ldimi? Kimda nima savol bor? Eshitilmayapti. Kimda nima Damla savol yaz. bor? Yazıp çıkmadınız. Köpeytirişini etme gözümle. O'zlaringiz yozasizlar axir uni. Men yozmadim. Ha, Hozir siz faqat screenshot taşışı gerek edi. Bize yazın durayım. Göçür. yo'q, uni o'zlaringiz yozasizlar deyman. Mana Şunu bittasini başından alıp taşıp verin resimleri. mana buni Bular ishladik joylashtirib to'liq. olaman. Buni to'liq ishladik bu misol uchun. Mana bu misolni to'liq ishladik mana. Bu misolni sizlarga berdim o'zlaringiz ishlashlaringiz uchun. Hozir birga qaysilarni olishni ko'rib chiqdik. Buni o'zlaringiz qaytadan takrorlaysizlar. Audio ham bor, mana videoni ko'rasizlar bo'lmasa. Mana buni ham tashlayman sizlarga bu Wordni. Buni modelga joylashtiradimi keyin Damla? Buni ishlaysizlar. Yana men hozir bunga yana bir ikkita misol qo'shamanda tashlayman. Keyin datasetni ham tashlayman rasmini. Hammasini modulga yuklayman hozir. Modulga yuklayman buni. Bu Wordni ham datasetni ham Wordga yuklayman. Nimaga? Modulga. Moduldan kirib yuklab olib, buni ko'rib, moduldan kirib ishlaysizlar. Shuni ishlab qo'yasizlar. Oralikda yakunida olib kelasizlar buni. Yakunida kelganlaringizda o'zlaringiz bilan olib kelasizlar shu misolni. Hamma mana shu beriladigan misollarni yig'ib yuringlar, yakunida men hisobga olaman buni. Tushunarlimi? Damla qo'lyozma yig'ikmi yo? Yo'q, kompyuterda ishlasangizlar ham bo'lardi, farqi yo'q. Keyin Aha. chiqarib qo'yasizlar, print etib. Men hozir mana yana ikkita misol yozdim bu yerga. W1 D1 high good young mana bitta misol, uchinchi misol W2 yo W3 the third hozir mana shu datasetga bunga low bu bad keyin bunga good va so'rab. Mana 3 ta misol ham yozdim. Buni ustiga ham naive base deb qo'yamiz. Naive base algoritma. Bugun modulga yuklayman. Moduldan bemalol yuklab olib ishlasangizlar bo'ladi. Datasetni ham buni ham yuklab qo'yaman. Bo'lmasa savollaringiz bormi? Nima savollar bor bugungi mavzu bo'yicha? Tushunarli bo'ldi Damla. Xo'p, bo'lmasa darsimiz tamom. Xayr, keyingi haftagacha ko'rishguncha. Rahmat Damla. Yaxshi, rahmat, Damla.